Mana do'stlar, asfalt bosh xizmatiga kelganmiz. Kimga shunaqa asfalt xizmat zarur bo'lsa, telefon nomerlarini pastga yozib qo'yamiz. Akamizni ko'ryapsizmi? O'zi aka nechta tonna aylantiradi primenda? Quruq o'zi 90 tonna. 90 tonna aylantirar ekan. Qarang. 9 tonna. 9 tonna. Mana ham yangi to'g'ri aka. Yetmaganiga ustiga silaka blok qo'yib ham aylantirib beryapti ekan. Akalarimiz ko'ryapsizmi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kishi. Bu degani uyingizni, shunday katta uyingizni bir kunda xudo xolasa tinchitib, asfaltini bosib, kechqurun uydalaringiz bemalol asfalt ustidan yurib qilib berishadi. Mana akalarimiz ko'rib, asfalt xudo xolasa kirgili bitimi, Farg'ona bitimi, kirgilida chiqadi zavoddan. Yorilib ketmaslik, cho'kib ketmasligiga bir yil garantiya berishadi, xudo xolasa. Mutaxassis asfaltchilar, yo'l qurilish dirsudi ishlashadi hammasi. Bugun yakshanba bozor, yakshanba kunlik uchun olyapmiz. Hali davlatdan oylik olib, bular xonadonda ishlashyapti demanglar. Bugun yakshanba hammaga hordiq kun, to'g'rimi ustalar? Hordiqda ham dam olmasdan ustalarimiz oilamiz uchun shunaqa mehnat qilishyapti. Kimga shunaqa asfalt bosh xizmat zarur bo'lsa, 65 mingdan 70 minggacha vodiy bo'ylab, joyiga qarab, kvadratiga va sharoitiga qarab, xudo xolasa chiroyli narx berishar ekan. Pastga egalarning nomerini yozib qo'yamiz, ustalar nomerini aloqaga chiqaverasizlar. Bu endi YouTube'ga